Assalomu alaykum. Siz Azizjon Davlatovichning YouTube kanallaridasiz. Bugun siz bilan jinsiy a'zoni kattalashtirish mavzusida siz bilan suhbat o'tkazamiz. Jinsiy a'zoni kattalashtirishning ikki xil turi bor. Birinchisi gialuronovoy kislota yordamida jinsiy a'zoni kattalashtirish va ikkinchisi esa ligamentatomia usulida jinsiy a'zoni kattalashtirish. Gialuronovoy kislota haqidagi videomizni bemalol kirib ko'rishingiz mumkin. Bugun sizlar bilan ligamentatomia haqida suhbat olib boramiz. Ligamentatomia bu nima? Bu jinsiy a'zoni ko'taradigan boylamni bir qismini kesish orqali jinsiy a'zoni bo'yiga, ya'ni uzunligini orttirish deyiladi. Bu ko'pincha jinsiy a'zosi kichkina bo'lgan odamlarda, ya'ni mikropenis bo'lgan odamlarda qilinadi yoki umuman jinsiy a'zosini prosta bo'yiga o'stirmoqchi bo'lgan bemorlarimizga ham qilsak bo'ladi. Mana oldimga keladigan bemorlarni 90-80% jinsiy a'zosi normada bo'lgan akalar keladi. Ularni shikoyati jinsiy a'zosi tashqi tomondan ko'ringan paytda kichkina ko'rinadi. O'shani estetik, ya'ni vizual ko'rinishini kattalashtirish maqsadida kelishadi. Bunda sizni jinsiy a'zoyingizga nimadir qo'shib berilmaydi yoki 5-10 cm ga kattalashtirilmaydi. Bor bo'lgan narsani maksimal darajada cho'zish orqali amalga oshiriladi. Ligamentatomia qanday o'tkaziladi? Ligamentatomia mahalliy og'riqsizlantirish yoki umumiy og'riqsizlantirish yordamida bajarish mumkin. Amaliyot 20 minutdan 40 minutgacha davom etadi. Mutlaqo og'riqsiz bo'ladi va u sizga hech qanday zarar ko'rsatmaydi. U siz o'ylashingiz mumkin, ertaga u turishiga xalaqit beradimi? Yo'q, chunki turish uchun javob beradigan organlar bu kavernozное тело hisoblanadi. Unda biz unga yaqin ham bormaymiz. Ikkinchisi, sezuvchanligi tushib qolmaydimi degan savol berishingiz mumkin. Yo'q, sezuvchanligiga umuman ta'sir qilmaydi. Sababi biz nervlarga yaqin bormaymiz. Biz faqat boylamda ishlaymiz. Va yana bitta narsani eslatib o'tish kerak. Asosiy momenti ligamentatomia amaliyotini bajargandan keyin bemor обязательно, ya'ni qilishi kerak bo'lgan ishlardan bittasi bu extender taqib yurishi kerak. Sababi biz boylamni kesganimizdan keyin u qayta bir-biri bilan o'sib qolish ehtimolligi bor. Shuni oldini olish maqsadida u extender taqib yurish kerak. Biz esa buni bir-biri bilan o'sib ketishini oldini olish maqsadida biz bu xuddi shu joyiga yog'ni, tanadan olingan yog'ni yoki maxsus o'zini protezchasi bor, o'sha protezni qo'yib berishimiz mumkin. Extender taqmasangiz bu ligamentatomia amaliyotini bajarganingiz befoyda bo'ladi. Chunki buni taqib ikkita tomondagi boylamni tortish kerak, hisobi bu oldinroqqa, uzunroq bo'lishi uchun. Yana bir tasavvur. Siz so'rashingiz mumkin, jinsiy a'zoni o'sha boylamini kesgandan keyin, ligamentatomia qilgandan keyin necha santimetrga uzun bo'ladi deb. Kitobdagi ma'lumotlarga qaraganda minimalni 1,5 cm, maksimum 4-5 cm gacha bo'lishi mumkin. Bu o'sha boylamning jinsiy a'zoga qanchalik darajada qattiq yopishganligiga bog'liq va siz extenderni qanaqa taqqanligingizga bog'liq va uni orqa tomonda qo'yiladigan yog'ni yoki protezni, ya'ni implantni darajasiga bog'liq bo'ladi. Bu hammasi odamlarda individual. Masalan, kimdir keladi, 5 cm jinsiy a'zoni 15 cm qilaylik ligamentatomia usuli bilan deydi. Yo'q, buni iloji yo'q. Har bir shaxs individual. Shu uchun qaysi usulda kattalashtirish sizdan qat'iy nazar. U polomalochnoy kislota bilan bo'ladimi? U gialuronovoy kislota bilan bo'ladimi? U ligamentatomia usuli bilan bo'ladimi? Sizga faqat maksimalniy daraja emas, minimalniy daraja aytiladi. 1-2 cm yoki 2-3 cm aytiladi. Bu magazin emas, boshqa jinsiy a'zoni sizga olib qo'yilmaydi. O'zingizdagi bor bo'lgan jinsiy a'zoni maksimal darajada kattalashtirish, uzunlashtirish amaliyotlari
hisoblanadi. Siz bilan doktor Azizjon Davlatovich bo'ldi. Kanalimizga obuna bo'lishni esingizdan chiqarmang. Bizda har doim qiziqarli ma'lumotlar bo'ladi. Rahmat ammalaringizga.